Assalomu alaykum, pedagog jamoasi sardori Sirojiddin aka. Bugungi o'yin nazarimda shu kutilgan o'yin bo'lmadi. Shu media qoidalari ham baribir rol o'ynadi. Jamoangiz mana bugun g'alabaga erishdi. O'yin haqida fikrlaringiz? Avvalambor assalomu alaykum. Havas ligasi tashkilotchilari hamda Havas media ligasi o'yinchilari. Bugungi o'yinga kelayotgan bo'lsak, qaldirg'ochlar bizga katta bosim qilishdi. Birinchi taymda ozgina oldiga o'tib oldik. Ularga chiqqan kartalar ham o'yinda tizginini o'zgartirib yubordi. Asosiy o'sha chempionlik uchun ham da'vogar jamoalardan bittasi. Buni yashirmayman, ochiq oydin aytaman. Ularda ham zadachasi bor, o'ziga yarasha. Bizda ham oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Mana shu maqsad asosida harakat qilyapmiz. Bunaqa media ligalar ko'payaversin. Bizga o'xshagan havaskor o'yinchilar shunaqa medialarda bo'sh vaqtini unumli ishlarga sarflaversin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.